O'zbekistonda xorijiy til o'qituvchilari ishdan majburan bo'shatilyapti. Mehnat inspeksiyasi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin, ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat! O'zbekistonda xorijiy tildan dars beruvchi o'qituvchilar oylik olmay majburan ishdan bo'shatilayotgan holatlar ko'paymoqda. Bu haqda Davlat mehnat inspeksiyasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, inspeksiyaga chet tili ustozlariga ish haqqi hisoblanmagani, ishdan chetlatilgani, hatto majburiy ravishda ariza yozdirib olingani haqidagi murojaatlar ko'paygan. Inspeksiyaning eslatishicha, ish beruvchilarning o'qituvchilarga nisbatan bunday harakatlari mehnat qonunchiligiga zid bo'lib, qoidabuzarlik hisoblanadi. Davlat mehnat inspeksiyasi har bir aniqlangan holat bo'yicha belgilangan tartibda choralar ko'rishni, jumladan javobgarlik choralarini qo'llashni ma'lum qiladi. Agar siz yoki tanishlaringiz shunday holatlarga duch kelgan bo'lsa, murojaat qoldiring. Har bir holat qonun doirasida ko'rib chiqiladi va himoya ta'minlanadi, deyiladi xabarda.